Demak, bugungi mashg'ulotimiz Dilorom Omonullayevaning Bebixon xarobalari oldida Samarqand manzaralari turkumidan asarini ko'rib chiqamiz. Demak, Alfiya, uyda bu asarni razbor qildingizmi siz? Sahifani olib chiqdingizmi? Endi bu asar bo'yicha umuman ma'lumotlar juda ko'p keltirilgan. Aslida Dilorom Omonullayevaning o'zi elga tanilishida o'sha o'zining simfoniyalari, o'zining ijodi bilan qator asarlarni yaratib, ayniqsa estrada asarlarni yaratib, xalqimizni e'tiboriga tushgan. Demak, bu O'zbekiston san'at arbobi, madaniyat xodimi, O'zbekiston davlat konservatoriyasi professori Dilorom Omonullayeva. Bu asarning yozilish tarixida shunday deydi. Kompozitor o'zi shunaqa deydi. Samarqand o'zi aslida samarqandlik bo'ladi. Samarqandga borgan paytida o'sha Bebixonim xarobalari qurdirgan o'sha Samarqand manzaralari turkumlariga o'sha ko'rgan paytida shunaqangi bir ijod keladida, shu asarni yozadi. Demak, bu asarni biz o'rganishdan oldin men sizga bir ijro etib beraymi? Qanday qilinadi? Birinchi asar larjodan boshlanadi. Demak, bu larjo keyinroq, sekin ijro etilishi kerak bo'ladi. Qilishdan oldin o'tiramiz. Buni razbor qilishdan oldin avvalo buni nima qilamiz? Qo'llarni qizitib olamiz. Gamalarni chalamiz. O'tirqani, gama do'maga chalib beringchi. Chap qo'l bilan chalamiz. Endi chromatikani chalamizmi? Endi bu asarda eshitdingizmi birinchi qismda qanday holat ketganligini. Demak, hech qanday belgilar yo'q, 4-4 o'lchovda keyinroq chalish kerak. Nima ketib chalamiz endi? Chetga qilamiz. Birinchi chap qo'limiz boshlaydi. Mi. Demak, qarang, buni hozir tahlillik qismini uyda yana bir ko'rasiz. Men ijro etib buni nimaga qo'yaman sizga, video shaklida jo'nataman. O'shanga qarab o'rganasiz. Bu yerda kerakli o'rganish uchun eng kerakli maslahatlarni sizga hozir aytib o'tib ketaman. Demak, avvalambor notalarni o'qish paytida siz uni badiiy obraziga ahamiyat qaratasiz. Badiiy obraziga. Demak, bunda o'sha tarix voqealarni aks ettirgan o'sha garmoniyalar
eshittirishingiz kerak. U garmoniyani o'zida o'sha tarixiy voqealarni eshitib, uni o'sha kengroq tarzda, o'sha shtrixlarga e'tibor bergan holda har bitta notasiga alohida e'tibor berib ko'rsatasiz. Demak, ikkinchi qismida qanday ketadi? Men sizga bir ko'rsatib berayin. Mana birinchi qismi tugadi. Sababi eng katta bir asarlarni o'zida ham o'ziga xos bo'lgan shakl shamoyili ko'rinib turadi. Bu asarda o'sha tarixiy voqealarni aks ettirgani bilan bir qatorda o'sha ballada simon shaklida ketyapti. Asarda o'sha narsa ko'rsatilgan. Obrazlarni o'zida mana har bitta ritmda o'sha yaratilgan holatni o'zini aks ettirilgan narsalarni ko'rsatib bergan. Demak, sizga qarang, bu asarni o'zlashtirishda eng avvalo notalarga qarab chiqasiz, alohida barmoqlarni ijro etasiz, albatta grammalarni qisqitib olib, keyin ijro etasiz. Bu mana shu asar sizga yoqdimi? Shu asarni tanlaymiz. O'sha to'g'ri davomida biz buni shug'ullana boshlaymiz. Yoqdimi sizga? Sizlarga savollar bormi? Tushunadimi? Hurmatli talabalar. Rahmat. Bugunga yetadi. Bugun mana shuni ishlaysizlar, qolganlar. Maylimi? Xo'p.